Voy dada, yaxshimisiz? Ha, rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov, siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qarani atanasiga qaynatan. Mana shu jichib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima kuyov bola. Meni ko'rgandim olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Nevarasi vertolyotini olib keldim. O'ynab o'tirasiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyoting siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Mo shilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola. Qatirmang. Ha, onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz kim esimi, ha? Voy. Kuyov bola, oling, bu narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma yetib ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilgandi, ko'ldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan ichib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada, ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy dadasi, qo'y, unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'ymay, o'zim qilaman. Ko'zingizni yuming agar men qiladigan bo'lsam. Yo, men qilaman, hozir aytadi o'zi. Bo'ldi, men qilaman.